Assalomu alaykum va rahmatulloh. Aziz do'stlar, aziz muxlislar, aziz O'zbek TV'ni ko'ruvchilar, inshaalloh sog' omon bo'lsalaringiz, xush keldingiz. Biz bir yangi video taqdimimizga O'zbek TV'ni kanali to'pidan. Mana bugun biz Shomil qishlog'iga keldik. Bahorak tumani Taxor viloyatining marbutiga bo'ladiki bir katta qishloq. Bu mintaqaga ayni vaqtda eshitmadim, hamma dasht daraga chiqqan, o'raqlari bor, bug'doy janchiydilar, zig'ir janchiydi. Keldiki bir ko'zorish bu mintaqadan olsak. Biz bilan bo'lingizlar, boramiz ko'chalarga, chakarlaymiz, mardim bilan gapiramiz. Sizlarga bir yaxshi video bu mintaqadan tuzatamiz. Ko'ring qana qay raqam mardimlar birga yashaydi, rasm ravoylari nimada, zindagisi qay raqamda, suv bormi, sarakdan gitina xarobroq ekan, gitina shahardan ham uzoq. Biz bilan bo'lingizlar oxiriga qadar. Hatman channelni subscribe qilingizlar, yaxshi barnomalar O'zbek mardimda qishloqlardan sizlarga tuzatamiz. Hoji buva yaxshi bo'lsin. Shukriyalar. Joningiz yorma. Shukriyalar. Necha yosh bo'lsa hoji buva? Alloh bilan jelmishga bormiz inshaalloh. Jelmishgan saqolingiz xo'p, kili sog'arib turgan shuning uchun so'radim. Inshaalloh. Otingiz nimada? Otim o'zi Toshqul. Oyisib Toshqul. Shu qishloqqa yashaysiz. Ha, valis. Necha yil bo'ladi? Umrimizda mana shunday bormiz, bova bokalarimiz ham shu qishloqqamiz. Buvalaringiz shunday tavallud o'zingiz tavallud. Zindalik qay raqam bu qishloqasi? Zindalik bilan ishlarni ko'rmadim-da. G'ayrilar mukoli xo'p bilamanki, masalan, bir nafari bir jiri bo'lmasdan ishlaydilar. Nima ishlaydi? Bundan belak bir masrufiyat bırak. Yo'q, javonin gavlar bilan qishloqlarga, gavlar ikki mardimaviy xorijga bor va gavlar bilan vatanlarga bunday yo'q. Mening bozorga do'kondor. Yo'q, bunday. Hammasi mana shu bir g'alib mardim mana shu bir xokshavlar mardim. Xudoga bilas qildi, borish berdi, bir narsa qo'lga keladi. Kam borishlar qo'ldan valam mana shu tuxumini oladi. Men aytaman, agar Xudoning xohlasa jo'un bo'lmasa, jerlab qurisasan, zindalik qayerga o'tadi bu? Xudoning o'zini oldiga-da. Rizqini o'zi Xudoning beradi. Shal beradi, va yaqindan Xudoning. Beshak, Xudoning ham aytdiki, sho'r beringlar o'zlaringda, men bir narsa beraman. Az qilib o'zi nes qilay o'zi beradi. O'zi beradi voqean. O tabiyalar ondan bela kasir o'zgarsa, ana shu qo'ysa. Qancha fomil zindalik qilib qishloq qilasiz? Inshaalloh 300 dan ziyodroq bo'pti. 300 dan ziyod. Ha. Sobiqlar qay raqam necha formulada masalan? Sobiqqa ko'p kam edi. O'zingizni yashingizni yod bering. Ha, o'zimda yashimdan bu 4 xona bu vaqt bergaydi, belak 5-10 xona ana pastga Sangug'larga. Bu yoqda sel olib ketdi. Azam mardim bu yoqqa chiqdilar. Sobiqa qishloq. Ha, sobiqa mardimlar. Biz har qishloqqa kelib boramiz, bir sobiqa qishloqlari bor. Ha. Mayda ekan, keyin nafarga joy bo'lmayotsan, ko'chib kelib turgan. Shu gaplar hamma joyga. Hamma joy shu gap bo'lgan. Bu joylar emas-ku, hamma joy. Hamma viloyat shu bo'lishvali shunday. Shukriyalar mana shu maxluq shuning bo'ladi. Sobiqa qishloqlar kelib borib, nufus ko'payadi, yo belak qismdan keladi, masalan, belak qishloqlardan keladi, belak yerlardan keladi. Berdi mardimi qay raqamda? Berdi mardim ham shukr o'zlaridan vatandan. Shu qishloqdan. Ha, shu qishloqdan o'zidan, uning Paragandar yoqdan kelgan afg'on uning nimalari yo'q. Qilis o'zbek mardimi? Mardim shu o'zbek mardim. Tag'in aytaman, shod o'l kattaroq bo'lgan xotin bergan, ayirgan bir avlod tajribalanishning katta bo'lib ketgan. Ha, mana shunday degan, shu raqamdan shukr Xudoga, shu Xudoga vafot qilgan, shundan asan ro'z qilib ketaveradi. O'zingizni necha avlodingiz bor bo'lingiz? O'zimda 3 o'g'lim bor, ayrilib ketgan, shukr har qaysini 7-8 ta avlodim. Maşallah. Ayrılib uylarni aloydami? Ha, uylari aloyda. Shu qishloqmi belak qishloq? Shu qishloqqa. Ha. Mana shuning qishloq katta bo'ladi. Ha, shundan asan ro'za qilalasam ziyod bo'laveradi. Men bu maqsadmanki, shu avlingizga joy bersangiz, avlingizga. Yo'q, avliga san zindalik joy bo'lmaydi. Jamiyatga bo'ldingiz, avingiz janjolimiz ko'p bo'ladi. Nufus ko'payadi. Ha. Nufus ko'paydigan bo'lmaydi. Janjol ziyod bo'ladi. Xudo beradi inshaalloh. Shukriyalar. Xudodan ham mushkulotni hal qilib ko'p. Shukr. Nima mushkul bor bu qishloqqa? Suvdan, klinikdan, maktabdan. Hamma sizlar bu gaplardan bu qishloqqa yo'q. Hammasidan kam. Ne klinik bor, ne belagi, hammasidan kam qishloq. Klinik shahar borasizmi? Shahar boramiz, ana shu g'am mashinaga.
Xo'p, bor, hamma joyga mushkulotlar bor. Hamma shunday bor. Ya'ni Xudovand tavfiq bersin shularga. Xudovand tavfiq bersin. Talonlarimizga hammadan ziyod tavfiq bersin. Tavfiqlarni ondan quyiroqdan hammasi Xudovand tavfiq bersin. Xudovand o'zi ram qilsin avvallar musulmonlar ustiga. Salomat bo'ling, tashakkurlar. Salomat, tashakkur. Bizga ham duo qiling. Inshaalloh. Degan Xudovand joni jur bersin, tavfiq bersin. Inshaalloh. Degan mana shunday qishloqlarga chakar жүрib, sizlarga o'xshab kattalarni gapirib. Ko'p qolmadi. Ko'p qolmadi. Xudovand xayr bersin sizga. Xudovand barakat bersin sizga. Umringizga, o'zingizga Xudovand barakat bersin. Ilohim, men ham sizdan Xudovand uzoq bo'lsin. Salomat bo'ling. Salomat. Tag'a qandaysiz? Shukr, yaxshi bo'lsin. Inshaalloh yaxshi bo'lsinman. Joningiz yorma, baxay bo'lsinman. Nomi Xudo saqol jang kam o'g'aryapti-a? Mayli. Necha yosh bo'lsiz? 50 ga bormiz. 50 ga. Otingiz nimada? Otim Abdurahmon. Abdurahmonxon. Abdurahmon aka 50 yil bo'lib qishloqqa zindala qilasizmi? Mayli. Nima ish qilasiz? Men g'aribkormiz. G'aribchilik ho raqam bor. Masalan, bitta do'koni bor, g'aribchilik qiladi, bitta mardikorchilik qiladi, bitta mardikorchilik qilamiz. Mardikorchilik. Mayli. Men aytdim g'aribchilik tilloga ishlaysizmi? Jamoat har kimda har ish bo'lsa qilamiz. Albatta nafar so'rayman aytadi, nima ish qilasan deyman, aytadiki, g'aribchilik. G'aribchilik nima deb aytadi, tilloga ishlayman. Yo, tilloni o'ramiz, loy qilamiz. O'lam tillo. Bel O'lam tillamaysiz-mi? hamma shu tillo deydi. Shu odam ro'zg'orni payasasini kitob o'zi Ba'zi odam joni jo'r bo'lsa shu kattaga. Xayr, mardikorda bilan ishingiz jo'ma. Jo's. Uyingiz qaysi mintaqada? Uyimiz ana shu gazani boshiga. Zindala qay raqamda zindala? Zindala mana shu ishlar bilan kunimizni kam o'tkazib turibmiz. Mening jerdorlik, Jerdorlik avli sharga, do'kon sharga. 20-30 yillik yer, lalmi yer bor, ular masalan ilab pasroq qilamiz. 30 yillik necha jirib bo'ladi? Masalan, bir 4 jirib, bir 6 jirib bo'lsa. 6 jirib. Ha. Lalma. Lalmiz. Bu mintaqaning tamom yerlari lalma ekan degan. Men bela qishloqlarga boraman, shu jonboshlarga so'radim. Aytdi lalma dedi. Obi jo'mi bu mintaqaga? Bizni ko'p kamda, mana yarim jiri, bir jiri mana shu. Dalil nima? Suv jo'mang. Kam suv ham bo'lsa, bu yer ham kam. Yer kam. Buning quduq qolsa shu lalmlarga bo'lmi? Qo'zi ba'zi yerlarga bo'la, ba'zi yerlarga bo'lmaydi. Shirin suv bo'lsa chiqsa, bog' jo'lasalar. Bo'lar, iqtisodlar bo'lmasa, iqtisod qavo bo'lsa bo'lar. Gap tusiga keldingiz, ha? Iqtisodga bo'lsa, hamma joyda dashka, to'd ustiga suv chiqatadi mana. Hamma muhim pul. Pul emas. Paysa ki bo'lmasa, chorasi kelsa chiqadi, chorasi kelmasa chiqaradi. Avlodlar ham bormang, ishlayman sherlarga. Avlodlaringiz. Avlodlarimiz mayda-bachcha ish qilgich bo'lgan yo'q. Katta avlodingiz o'g'lingiz necha yoshda? 14 ga bor. 14 ga? Shergaman. Haydi. Maktab o'qiyman. Maktab o'qimaydi, ba'zi vaqt boradi, ba'zi vaqt bormayman. Nima ish qilading? Bekor yurgan. Ha, bekor yuribdi, bela ish qilmaysiz, maktabim o'qimaydi. Maktab o'zim uyga chiqaman, o'zim har yoqqa yuraman, kelamanki bir yoqqa kelsa 10 kun bir oy ketaman. Enasini gapidan chandon olmayman. Xo'p, Xudovand tavfiq bersin barchalarga. Oyindasi uchun siz ham talosh qiling, o'zlari ham ko'proq talosh qilsa bo'ladi. Inshaalloh talosh qilsa. Degan mana shu paysa bo'lsa, zindalik yaxshi bo'lsa, avlodlar ham jetadi dedi bir matal bor. Dalili mana shu. Siz aytasizki, men 10-15 kun boraman bu raqam, Belarus yo'llar borasiz albatta. Ishlagani. Xo'jaydim boraman, dasht qalov, har yoqqa. Xo'jayg'or, Taxor, har yoqqa. Ana. Masalan, Taxorga jirasiz. Bali. Buni Qindizga ham borasizmi? Qindizga bir vaqt bir ish topilsa boraman, topilmasa. Bormaysiz, ya'ni mushaxas topsa-ki, bitta zang bo'lsa-ki, ish topildi-ki. Ya'ni ko'p borasiz, avlodlar maktabdan qoladi, bormaydi. Gap davomiydi. Men o'zim jo'qman, jivarsam bir nima qilsam.
Xayr, xudo mehribon. hozir uyga bo'lsa ertan chiqaman, oqshom kelaman. Uyga nima gap tilmagan. Kambag'allik. Baris. Xo'p, xayr. Baris. Biz ko'p mantiqlar bo'lamiz, shuning g'ariblar ko'p. Baris. Ya'ni biz ham ko'p tashviq qilamiz. Har videoga men aytganman, har nafarga aytganman. Shu qishloqlarga men chorgushlar ijraman. Mardimda aytaman, shavlolarni darsga qo'yinglar. Ular ham sizning gapingizni aytadi. Baris. Aytadiki, men boraman ishga, kelaman dedi, borgan joq. Ya'ni siz ishga bormasangiz ham Bo'lmaydi. bo'lmaydi. Xayr ko'ring. Bir amr hidoyat, xizmat bizga bo'lsa, xizmat. Tashakkur jonjo'ylarimiz. Baxayr bo'linglar. Salom. Ishingizga barakat. Inoga qaniysan? Yaxshi bo'rsam-a? Assalomu alaykum aka. Yaxshi bo'lsinmi? Jonimjon, orom bo'lsin. Xayr ko'rgin. Baxayr. Avval shu otingni so'rang, oting nimada? O'g'laman, Ruhulloh. Ruhulloh bali. Nima ish qilasiz? Nashi kismi kodri mazam bozorga kam ishlaymiz. Tuxum furushlik qilamiz, juvol furushlik qilamiz. Shu faqat ro'zg'or chalatamiz. Shunday qilamiz. Ishlar yaxshimi? Xudoga shukr, azor va shukr. Masalan, kam pechizki bu o'zini Alloh beradi. Masalan, qibrasang, biz masalan o'ralmiz. Ashi bozorga kam ishlaymiz. Shukr, shu maqsad rohat bo'lsa, ishing bir daromading bo'lsa, shu xarj ro'zg'or chiqsa, o'zi Shu masalan, hamma shu Afg'onistondan nafari sarmoya qilamiz. Masalan, faqat ro'zg'or chaladi, bodam shunga azor bo'ladi. Sarmoya qilib bu vaqtga ko'p qiyinroq. Ha, hamma qilmaydi dunyo degan. Sarmoya bir nafar qiladiki, masalan, tillokor bo'lsa, yo sarofig'i bo'lsa, yo katta ishi bo'lsa, bir nima mag'oza deyman. Bali. Bu ishni xuddi sizlar qilamiz, u nimamiz yo'q. Sarmoyamiz yo'q. Sarmoyamiz yo'q. Sarmoya bo'lsa qilamiz. Bali. Bu sarmoya kamidan siz aytingiz, men tuxum sotaman, bundan narsa, masalan, shu ro'zg'or bo'lsa katta. Ha, ro'zg'or bo'lsa, ta'na men boya aytamanki, Xudovan menga bersa, masalan, billaga ikkala qo'lima tushsa, borsam o'shda masalan o'zim qovab kelsam, yo'lab kelsam, masalan, buni g'arbchiligi barobarda, masalan, o'zimni nazarimga cho'tiraman. Tag'in alif fe'langa Xudovan barobar qilmadi, tag'in oynagacha qanot ta'min qilamiz, soylangacha. Tag'in Xudo beradi. Bodam azor boshi Xudovanga azor va shukrguzor qilamiz. Shu o'zimizni kushvorimizgamiz. Kammas, ziyodmas shunga shukrguzor qilamiz. Men ko'p talosh qilamanki, tag'in bodam degan bo'lmaydi degan. Bo'lmagan bodam Xudovanga azor va shukrguzor qilamizki, qo'limiz bir tanolga taroz emasdi. Masalan, bir tanolga muhtoj emas. Bodam Xudovanga azor va shukrguzor. Ba'zi javonlar ko'ramizki, masalan, muhtoj sigar, muhtoj Xudoga shukr, agar Xudovan qabul qilsa 5 vaqt namozni 2 vaqtini o'qib Xudovanga aytdim, Xudoyo bizga azoron bosh ko'rgazormizki, men nima edim? Bodam kishi qismi ba'zi nafar ishqara qiladi, ammo men g'amiga emasman. Mana shu qop sotamiz, tarvuz sotamiz, bodam ro'zg'orimizni o'tkazamiz. Yo'q, hech kim ruxsatlik qilmaydi. Bu bir nafarga shunaqa uni o'zini qo'ldan yeyish kelmaydi. Otasi ustiga bor, xarjini otasini oladi. Mard bo'lki, shu borsin ishlasin, qo'lini avlasini birisi topsa. Bali. Himmat qilsani. Hali biz ko'p jamoalarni ko'ramiz, bor gadaylik qiladi. Bali. Ko'zing ham ko'rasan, bozorga borib ishlagan. Xo'p, biz ham o'sha bilan bir shorga gashmi qo'yvadim boramiz, dashqala boramiz, yanqala boramiz. Biz kashki masalan futbolga, masalan, yoki bizga har kimga masalan siz o'xshagan andivolimiz bor, zang uradi. Siz o'xshagan masalan rafqimiz zang uradiki, falon joyga futbol bor, falon joyga olbol bor. Biz kecha ishlaymiz, kuni bo'ldi, faqat shuncha qilmizki, masalan, markachilik qilamiz. Bilmasam, markachilikda aslan xo'shim ham kelmaydi, masalan, borsam bir millat qilib, bilan millat qilmaydi. Chunki kori to'yyorlarimiz o'tiramiz, kabob, masalan, kabob yeymiz, masalan, non yeymiz, masalan, choy ichamiz. Ba'zi do'stlar borki, masalan, bizni iftixor qiladi, bizga paysa beradi, bizga ko'mak qiladi, masalan, bir g'arimiz. Masalan, lichak, do'lar, masalan, vaqa desa, bir taymi, hamma bizdan urib, bodan Xudoga azor va shukr qilamiz. Faqat shuncha qilamizki, faqat ro'zg'or. Ba'zi nafaratdaki seni oyiga masalan buncha daromading bor, qana pasandozing. Ba'zi aytadiki, xo'p, o'lanima bilaki, masalan, meni qancha xarjim bor, kuniga ro'zanaga masalan qancha xarjim bor, qancha xarjim yo'q. Bodan Xudoga azor va shukr rozimiz. Shu xarj ro'zg'orga topsangiz salomat bo'ling. Maktab o'qinsang? Yo'q, maktab o'qigan yo'qmiz. Biz otamiz zaif edi, iqtidordan zaif edi. Men aqlan talosh qildimki, masalan, bizni maktabga qo'ysin, men shaxsan talosh qilamanki, meni maktabga tam bo'lmadi, tam zana boshlada bo'ldi, tam bo'lmadi. Yarangan bola bir-ikki bor talosh qilganki, men otamga aytdim, meni bir joyga qo'yingki,
shu men bir vaqt bolani sindim 14 nafarga odam bor nima qilsan. Ana tag'in bo'lmadi. Ya'ni maktab bora olmadingiz. Maktab bora olmadim. Kam paysalikda yo masalan ro'zg'or. Xonachi ro'zg'or degan kompaniyadan bo'ladi, iymon qilolmadik, bora olmadik. Afsus qilamizki, savodimiz bo'lsa kerak, hech bo'lmasa savodimiz bir necha jirsa. Xo'p, xayr. Ala avlodlar inshaalloh o'qiydi. Alif felanga birtasi 5 yashar, tag'in birtasi 1 yashar, tag'in birtasi toza tavallud bo'lgan Xudoga shukr 3 ta avlodim bor. Maşallah. Xudoning umri uzoq bersin. Salomat bo'ling. Sen ham Xudoning hifz qilsin ular ustiga. Salomat bo'ling. Gitti kattaroq bo'ldi, 7 yashardagi maktabga barobar bo'ladi. Agar Xudovan agar inshaalloh rahmonim Xudovan agar meni namozimda davomida Xudovan qabul qilsa, men talosh qilamanki, meni avlodlarim Qur'onxon bo'lsin, olim bo'lsin, maktab o'qisin. Xilasam men o'zimki xoriz zarur bo'ldi, meni avlodlarim xoriz zarur bo'lmasin, mardumlarga kam kelmasin. Men aytamanki, xilasam o'zimda talosh qilamanki, mardumlarga qarzo qilaman, avlodlarim maktab o'qisa, Xudovan tavfiq bersin. Avlodki masalan nosoli bo'lsa, o avlod hech nima men aytdim, Xudovanga mazaki bizga uncha namozni durust bilmaymiz. Xudovanga kecharlik, masalan kecha xuftonga, shomga kelib Parvardigora menga uchta avlod bo'lsa, uchta avlodni solib bergan. Nosolida shu haldagi jib kelgan olsinki, erta men dard g'amni ko'rmayman. Fe'langa mana shu men otamning katta avlodiman. Otama xizmat qilolmadim, otama nima qilolmadim. Xudovan to'lga men hamisha sharmandaman. Chunki ro'zg'orda bo'ldim, alif fe'langa ota-onam hammasi ketgan yeronga men ashiga ro'zg'or bozor chaltam, bozor kunasi ko'chalarga birar gapirga seni nima ishlaymisan? Biz aytamizki, mazza katta masala bo'lmaydi. Xo'p, xayr, Xudovan tavfiq bersin hammaga. Salomat bo'ling. Xudovan sizga umr uzoq bersin, avlodlarga ham Xudovan tavfiq bersin, solih tarbiya bo'lsin. Xayr ko'ring. Salomat bo'ling, baxil bo'ling. Yo'lman, qo'raman, baxil. Aziz muxlislar, aziz O'zbek TV'ni ko'ruvchilar, inshaalloh barnomani oxiriga qadar ko'rgan bo'lsalaringiz, xushlaringiz kelgan bo'lsa, mana biz Shomil qishlog'iga keldik. Bir qishloq Bahorak tumaniga, bir katta qishloq, o'zbek mardonlari yashaydi ekan, ko'p yaxshi mardonlar, rasm rivojlardan so'radik, zindaliqlardan so'radik, mehmonnavoz va sodda mardonlar. Inshaalloh xushlaringiz kelgan bo'lsa, agar bir raqam barnomalardan xushlaringiz keladi, hatman bizning kanalimizni subscribe qilingizlar, zang alamani uringizlar. Inshaalloh yaxshi barnomalar o'zbek mardon qishloqlaridan sizlarga tuzatamiz.